Bilaman, siz ham menga o'xshab yoshligingizda televizor tagidan sira ketishni xohlamagansiz. Ayniqsa o'sha paytlar Bolajon telekanali yoshlarning eng sevimli telekanallaridan biri edi desam mubolag'a bo'lmaydi. Undagi hayratomuz multseriallar esa biz uchun unutilmas xotiralarni yaratgan. Lekin hozirgi kunga kelib bunday ajoyib san'at namunalarini topish deyarli imkonsiz. Ammo ushbu video atrofida men aynan shunday nostalgiyani esga soluvchi top 10 ta multseriallarni jamladim. Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman, chunki bu safargi kontentimiz xotiralarga boy bo'lish kafolatlangan va ushbu video davomida ko'plab ijodkorlarni uchratishingiz mumkin. O'ninchi o'rin, robot mashinalar. Ushbu multserial 2011-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, unda o't o'chiruvchi, politsiyachi, hamshira hamda vertolyot ko'rinishidagi robot mashinalardan iborat maxsus qirov jamoasi tasvirlanardi. Ular kichkina shaharcha tinchligini saqlash va muammolarga duch kelganlarga yordam berish bilan shug'ullanishardi. Har bir qism davomida qandaydir kichik ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lar va qutqaruv jamoasi esa har safar birgalikda harakat qilib muammolarga yechim topishardi. Shaxsan o'zim bu multserialni yoshligimda juda katta qiziqish bilan tomosha qilganman. Ayniqsa ularning oddiy mashina ko'rinishidan robot ko'rinishiga o'tadigan transformatsiya sahnalari har safar o'zgacha hayajon va zavq bag'ishlardi. Bundan tashqari bu multserial nafaqat qiziqarli sarguzashtlarga boy, balki bolalar va yoshlar uchun tarbiyaviy jihatdan ham foydali edi. Unda yo'l harakat qoidalariga amal qilish, ehtiyotkor bo'lish, do'stlarga yordam berish, jamoaviy harakat qilish hamda xatolardan saboq olish kabi muhim g'oyalar aks ettirilardi. Postman Pat and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the postbags in his van. 9-chi o'rin, Qo'noq Pochtalyon. Multserial ilk bor 1981-yilda ekranlar yuzini ko'rgan bo'lib, unda kichkina qishloqda yashaydigan mehribon pochtalyonning kundalik sarguzashtlari tasvirlanadi. Multserial voqealari oddiy, ammo iliq muhitga ega bo'lgan Greendale qishlog'ida bo'lib o'tadi. Asosiy qahramon doimo kulib yuradigan va hamma bilan yaxshi muomala qiladigan pochtalyon. U har kuni qishloq bo'ylab maktublar va pochta qutilarini yetkazib berar ekan, yo'lda turli qiziqarli va ba'zan kulgili voqealarga duch keladi. Uning yonida esa doimo sodiq mushugi Jest bo'lardi. Bu mushuk ham egasi kabi juda aqlli qilib ko'rsatilgan bo'lib, multserial qismlari davomida vujudga keladigan jumboqlarni yechishga pochtalyonga yordam berardi. Bu multfilmning animatsiyasi hozirgi kundagi multfilmlar kabi juda sifatli bo'lmasa ham, hattoki oddiy o'yinchoqlar va qo'l mehnati yordamida jonlantirilgan bo'lsa ham, u yosh bolalar ongi uchun o'zgacha qiziqarli va iliq muhitga ega edi. 8-chi o'rin, Trollar mamlakati. Qo'noq, Do'mboq va Kichkintoy nomli 3 nafar trollar kichik o'rmonda istiqomat qilishar va turli sarguzashtlarni boshdan kechirishardi. Trollar mamlakati multserial Daniya va Germaniya hamkorligida ishlangan mahsulot bo'lib, 2000-yillarda ekranlarda efirga uzatila boshlagan. Ushbu multserial Henry Kulik kitoblariga asoslangan hamda 26 ta qismli bolalar sarguzash multseriali hisoblanadi. Undagi voqealarda esa bolalarga xos sho'xliklar, ovqatlarni o'g'irlash, sehrli narsalarni buzish yoki shunchaki qiziq bo'lsin deb katta muammolar keltirib chiqarish kabi oddiy, ammo qiziqarli holatlar ko'rsatilgan. Ammo har safar ular o'z aqllari va do'stligi bilan vaziyatdan chiqib ketishardi. Har bir epizod yangi hazil hamda yangi dushman va yangi kulgili falokat bilan boyitilgan. Qo'noq va Do'mboq eng yaqin do'stlar edilar. To'g'ri, Qo'noqning sho'xligi tufayli deyarli barcha qismlarda Do'mboq muammolarga yo'liqib yursa-da, ammo ular sira ajralmas chin do'stlar hisoblanishardi. Hammaga salom, sizlar bilan super muxlis. 7-o'rin, Quyon og'aning sarguzashtlari. Bu multserial ham ancha eski bo'lishiga qaramasdan, yoshligimizda muhim o'rin egallagandi. Ayniqsa undagi Quyon og'aning boshqa hayvonlarni dog'da qoldirib aldab ketishini ko'rish insonga boshqacha zavq bag'ishlardi. Quyon og'a personaji o'zining aql zakovati va chaqqonligi yordamida turli qiyin vaziyatlardan chiqib ketardi. Ammo aynan shu vaziyatga tushib qolishiga ham uning o'zi sababchi bo'lgan. Har bir qismda Quyon og'a turli hayvonlar bilan to'qnash keladi, ba'zan esa o'zining haddan tashqari sho'xligi sabab muammolarga duch keladi.
ammo har safar aqlni ishlatib, eng mushkul vaziyatlardan ham chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Shu jihat bilan bu multserial nafaqat kulgili sarguzashtlarga boy, balki tomoshabinlarga topqirlik, sabr va qiyin vaziyatlardan ham yo'l topa bilish kabi muhim hayotiy saboqlarni ham yetkazib beradi. Shaxsan o'zim ham bu multfilmni diskka yozib olgan holatda qayta va qayta tomosha qilganman. Videoga taklif uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan super muxlis bo'ldi. Bittasida aytdingiz, yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarni nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? 6-o'rin Qunduz amakining ertaklari. Ushbu multserial mehribon, g'amxo'r va dono hikoyachi Qunduz amakining o'zining 3 nafar jiyanlariga har xil bir-biridan ajoyib ertak va qissalarni aytib berish haqida bo'ladi. Har bir qism bolalar o'rtasida qandaydir kelishmovchilik bilan boshlanardi. Keyin ular bunga yechim topish uchun Qunduz amakiga murojaat qilishardi. Amaki bolalarga ularning hozirgi vaziyatiga mos bo'lgan ba'zi qissalarni aytib berishni boshlaydi. Har bir ertakning mazmuni esa ularni o'ylantirayotgan savol yoki vaziyatga yechim beradi. Bu multfilm nafaqat qiziqarli, balki axloqiy qadriyatlarni hurmat qilish hamda saxiylik qilish kabi bir qator yaxshi o'yinlarni yoshlar ongiga singdirishga qaratilgan. Qunduz amakining so'zlab beruvchi ertaklari esa asosan xalq og'zaki ijodi yoki Andersen ertaklariga asoslangan. Multserialning har bir qismi taxminan 8 yoki 15 daqiqa davom etardi va jami 35 tadan ortiq qismlari mavjud. Bu multserial hozirgi kunda ham Bolajon telekanali tomonidan ba'zida efirga uzatilmoqda. Ammo negadir hozirgi bolalar uni biz kabi katta qiziqish bilan tomosha qilishni xohlashmaydi. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sinemos. Bugun men o'sha yoshligimizda ko'rgan juda ham qiziqarli bo'lgan Kichkina Nikolya multfilmi haqida gapirib beraman. 5-o'rinda Kichkina Nikolya. Mashhur bolalar kitobi asosida yaratilgan multserial. Kichkina Nikolya ismli bolaning maktabdagi va kundalik hayotdagi qiziqarli sarguzashtlari tasvirlanadi. Qo'noq, biroz sho'x, lekin juda samimiy bola Nikolya do'stlari bilan birga maktabda turli kulgili vaziyatlarga tushib qoladi. Ba'zan esa oddiy o'yin ham katta sarguzashtga aylanib ketadi. Multserial davomida Nikolya va uning do'stlari bolalarga xos bo'lgan qiziqarli o'yinlar, kichkina tortishuvlar, o'qituvchilardan qo'rqish yoki ota-onadan tanbeh etish kabi vaziyatlarga duch kelishadi. Aynan shu oddiy holatlar multserialni juda samimiy va hayotiy qilgan. Hattoki multserialdagi uydan ketib qolish, ota-onadan xafa bo'lish, sinfdoshlar bilan mushtlashish, sinfdagi a'lochi o'quvchini yomon ko'rish kabi vaziyatlarni ko'rib, bunday vaziyatlar menda ham bo'lgan-ku, deya multserialni qiziqish bilan tomosha qilasiz. Bundan tashqari, bu multserial asosida 2009-yilda film ham suratga olingan va undagi voqealar ham yoshligimizdagi maktab davrini esga solishi aniq. Dashing and daring, courageous and caring, faithful and friendly with stories to share. 4-o'rin Gammi ayiqlari. 1985-yil, 1991-yillar oralig'ida Disney tomonidan ishlab chiqarilgan klassik bolalar multseriali. U jami 6 ta mavsum, 65 ta epizoddan iborat. Har bir epizodda takrorlanadigan sarguzasht, hazil, do'stlik va Gammi sharbatining sehrli quvvati shu tarzda bog'langan. O'rta asrlar fantastik dunyosida qirollikdagi o'rmonda yashirincha yashovchi sehrli Gammi ayiqlari oilasi bor. Ular bir vaqtlar buyuk sivilizatsiya egalari bo'lgan, texnologiya, sehr va sehrli qurilmalar yaratgan. Lekin insonlarning hasadi va ochko'zligi tufayli ko'pchilik gammilar shimolga qochib ketgan. Faqat Gammi vodiysida kichik oila qolgan. Ular endi afsona sifatida eslanadi. Odamlar esa ular borligini deyarli unutib yuborgan edi. Ammo ba'zi insonlar Gammi ayiqlarining borligini bilishar va ba'zan ulardan yordam so'rab turishardi. Ularning eng sevimli ichimligi esa Gammi sharbati hisoblanib, bu sharbatda agar Gammi ayiqlari ichsa balandga sakrash qobiliyatini berardi. Lekin mabodo odamlar bu sharbatdan iste'mol qilishsa, vaqtinchalik bo'lsa-da juda katta kuch egalariga aylanardilar. Ertaklar mamlakati Simsala darvozasini ochadigan sehrli so'zlar bor ekan. Bu yerda barcha ertaklar qahramonlari yashardi. Abrakadabra, Simsalagrim. 3-o'rin Simsalagrim. Eski kutubxonada 2 o'yinchoq Yoyo va Doc Crocs javonda turardi. Bir kuni sehrli kitob Simsalagrim kitobi ularni jonlantiradi va sehrli so'zlar Abrakadabra, Simsalagrim ularni barcha ertaklar jonli yashaydigan sehrli olamga olib ketadi. Har bir epizodda ular bir mashhur ertaklar olami, aka-uka Grimm ertaklari, Hans Christian Andersen, 1001 kecha yoki boshqa xalq ertaklariga tushib qolishardi. Ular ertak qahramonlariga maslahat berar, ilhomlantirar
Ba'zan esa yashirincha yordam berardilar, lekin hech qachon ertakning asl yo'nalishini buzishmaydi. Asl maqsad esa ertak qahramonlariga baxtli yakunga yetishga yordam berish. 52 ta epizod davomida biz barcha klassik ertaklarni qayta yashaymiz. Hansel va Gretel, Qizil qalpoqcha, Rapunzel, Zoloshka, Qurbaqa shahzoda, Oltin xizmatkor, Jek va Loya poyasi, 7 oqqush va yana ko'plab boshqalar. Birinchi mavsum asosan Grimm ertaklariga bag'ishlanadi. Ikkinchi mavsumda esa Andersen ertaklari, Arab ertaklari va yangi hikoyalar qo'shilgan. Oxirida ular har safar kitobga qaytib, keyingi ertak qaysi deya kutishardi. Bu do'stlik, jasorat, aql va ertaklarni hurmat qilish haqidagi buyuk bir doston. Har bir epizod oxirida siz ham baxtli yakunga erishganingizni chin dildan his qilasiz. Hammaga salom do'stlar, yangi kollaboratsiyada ko'rishib turganimdan xursandman. Ikkinchi o'rinda Jek va uning do'stlari. Bu multserial ko'pchiligimizning bolaligimizni bezagan eng qiziqarli sarguzasht multseriallardan biri edi. Unda jasur bola Jek va uning sodiq do'stlari turli xil xavfli ammo juda qiziqarli sarguzashtlarni boshdan kechirishadi. Har bir epizodda yosh qahramonlar yangi sirli joylarga borishar edi. Turli jumboqlarni yechishar va yo'llarda uchragan qiyinchiliklarni birgalikda yechib o'tishar edi. Hamda bu qiyinchiliklar uchun ularga oltin tangalar bilan mukofotlanishardi. Easy'dagi sehrli kukun esa ularga qiyin vaziyatlarda uchish uchun yordam berar edi. Faqat favqulodda holatlarda. Serial qismlarining yakunida meni doim asabiylashtiradigan bir voqea sodir bo'lardi. Ya'ni ular qancha oltin to'plashmasin, o'zlarining oltin sandiqlariga solishmasin, baribir sandiq hech qachon to'lmas edi. Multserial davomida Kapitan Hook doim ularga qarshilik qilar, ulardagi sehrli kukunni o'g'irlamoqchi bo'lar edi yoki ular izlayotgan buyumni ulardan oldin topishga harakat qilardi. Lekin doimo bu ishni uddasidan chiqa olmas edi va nuqul Tik-tak laqabli timsohga duch kelib qolaverar edi. Hayotgacha multserialning ba'zi qismlarida Peter Pan hamda Din personajlar ham ko'rinish berishgan, chunki esingizda bo'lsa ularni aynan Niderlandiya oroliga olib kelgan personaj bu Peter Pan edi. Nima bo'lmasin, bu multserial meni bolaligimni eng boyita olgan multseriallardan biri deb bemalol ayta olaman. Va nihoyat birinchi o'rin Chip va Dale. Tan oling, bu multserial intro musiqasini siz ham mendek doimo jo'r bo'lib ijro etgansiz. Chip va Dale yokida ikkinchi nomi bo'lgan qutqaruvchilar multseriali 1989-yil 1990-yillar oralig'ida Walt Disney Animation tomonidan ishlab chiqarilgan klassik bolalar multseriali bo'lib, jami 3 ta mavsum, 65 ta qismdan iborat. Multserialning ilk qismi oddiy burunduqlar Chip va Dalening qutqaruvchilar jamoasi deb nomlangan kichik detektiv jamoasini yig'ishdan boshlanadi. Bular esa pishloqni sevuvchi Rockford, muhandis Gayka, pashsha Vijik, aqlli Chip hamda ko'pincha muammolarga duch keluvchi, lekin aslida sarguzashtlarni juda sevuvchi Dale. Ular odamlar uchun juda kichik bo'lgan jinoyatlarni hal qilishardi. Har epizodda yangi muammo, yo'qolgan narsalar, o'g'irliklar, yovuzlar o'z rejasini amalga oshirishi bilan boshlanardi. Jamoa esa kichik o'lchamlari tufayli odamlar ko'ra olmaydigan joylarga kirib, aqlli hiylalar va Gaykaning ixtirolari bilan g'alaba qozonardi. Multserialda yoshlar ongi singdirishga urinilgan asosiy mavzular esa do'stlik, hamkorlik, aql bilan yovuzlikni yengish, xatolardan saboq olish kabilar edi. Multserialdagi eng doimiy va asosiy antagonist esa Meshqorin laqabli mushuk. U doimo o'zini buyuk deb o'ylab hiylalar qilardi. Banklarni o'marish, shaharlarni egallash, boylik to'plash kabi qabih rejalarni tuzardi, ammo oxir oqibat baribir jamoa tomonidan to'xtatib qolinardi. Ochig'ini aytsam, yoshligimizdagi multseriallar bu shunchaki e'tiborni tortish yoki kanallar aktivini yanada ko'tarish uchun o'ylab topilmagan. Ular bizni shu kunga kelguncha tarbiyalab kelgan. Tan oling, ularsiz yoshligingizni, bolaligingizni tasavvur qilish deyarli imkonsiz. Necha marta yiqilganingizni yoki necha marta televizor tagiga nimadir ko'rish uchun kelganingizni eslay olmasligingiz mumkin. Lekin Jek va uning do'stlari hamda Chip va Dale multseriallarining intro musiqalari haligacha qulog'ingiz ostida yangrab turadi. Ular shunchaki yoshlarni qiziqtirish uchun o'ylab topilmagan. Ular bizni tom ma'noda tarbiyalagan.
Aslini olganda insonning yoshlik davri bu uning hayotidagi eng unutilmas davr hisoblanadi. Aynan shu unutilmas onlarni bezab, yanada unutilmas qilganliklari uchun har bir multserial ijodkorlariga alohida rahmat aytsak arziydi. Videoga like bosib kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.